Yaponiyaning sobiq bosh vazirining suiqasdga uchrashi dunyo vaziyatiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Mao Zedong hokimiyat beshiga chiqqandan keyin millionlagan insonlar hayotidan ayrilgan. Mana shu Mao Zedong degan Xitoy jallodning rasmi hozirga qadar Xitoyning Tiananmen maydonida isig'liq turdi. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyin Yaponiyaning arboblari Xitoy davlati bilan diplomatlik munosabatni aksiga keltirish uchun Yaponiya arboblari Mao Zedongdan kechirim so'ramoqchi bo'ldi. Mao Zedong ideyasi degan asarlar kitobining 533-batdan 534-batga qadar Mao Zedong mundaq deb yozib qoldirgan. Yaponiyaning Nanshan Sallang yaponcha ismi Nango Sabiro. Men bilan ko'rishganda mundaq degan: Yaponiya Jungo davlatiga tajovuz qilgan. Shunga biz sizlarga yuz kelmaymiz degan. Men yaponiyalikka javob berib mundaq degan: Biz unda qaramaymiz. Yaponiya milliy tarixlari Jungoning nurg'unlagan yerlarini besib olgan. Mana shu orqali Jungo xalqiga bir uyg'unish akeldi. Yaponiya Jungoga tajovuz qilmagan bo'lsa, Jungoliklarning uyqusi ichilmaydi. Jungoliklar ittifoqlasholmaydi. Menmi tog'larning orasida maymoq dasab yurgan bo'lardim. Bugungi kunda Beijing shahrida o'tirib, changchilik ko'rmagan bo'lardim. Agar rahmat deyishga to'g'ri kelsa, men Mao Zedong shu chog'dagi Yaponiya milliy tarixlariga rahmat degan bo'lardim, deb javob beribdi. Yuqorqi so'zlarni Mao Zedong o'zi yozib qoldirgan ekan. Keyin Yaponiyaning bosh vaziri Tanakaku degan bosh vaziri Mao Zedong bilan ko'rishganda, Mao Zedongga uzr-xoli qo'yib, sizlardan kechirim so'raymiz. Yaponiya davlati Jungo davlatiga tajovuz qilib, nurg'unlagan Jungo xalqiga zomin bo'lgan, deb so'zni davom qilganda, Mao Zedong darhol gapini uzaytib turib, Yaponiya davlati bizga uzr-xoli qo'ymaslik kerak. Sizlar yaponiyaliklarning zo'r to'kpisi bor. Qandoq to'kpa deganda, sizlar yaponliklar Jungoga tajovuz qilmagan bo'lsanglar, biz Jungo kommunist hukumatı qandoq qudrat topgan bo'lardik? Hokimiyatga qandoq erishgan bo'lardik? Komindangchilarni qandoq yengan bo'lardik? Shu sizlar Jungoga tajovuz qilgan vaqtida komindangchilar bir chetdan ajizlangan bo'lsa, bir chetdan biz o'zimizni kuchaytirib olgandik. Shunlashqa biz sizlarga rahmat desak bo'ladi. Shunga yaponiyaliklar Jungoga urush to'limisimi bo'laverdi. Biz sizlardan urush to'lam puli olmaymiz, deb javob beribdi Mao Zedong. Shu chaqda Mao Zedong Yaponiyadan urush to'lam puli olmagan bo'lsa-mu, lekin yaponiyaliklar Xitoy davlatiga yordam qo'lini sunish maqsadida 43 yil iqtisodiy jihatda yordam qilgan. Xitoy davlatiga yordam qilgan so'masi Amerika dollar bo'yicha hisob qilganda 45 milliard Amerika dollariga yetgan. Bu yordam bu yil 2022-yil 3-oyga qadar davom qilgan. Yaponiya iqtisodiy jihatda yordam qilgandan boshqa yana yuqori texnikalarni o'rgatgan va o'tinib bergan. Undan boshqa yana hozirgi Beijing xalqaro aydirim stansiyasi, Shanxaydagi Putong aydirim stansiyasi, Uxanning Tianhe aydirim stansiyasi, Shanxayning Baosan o't elektr stansiyasi, Xitoyning Shanxi o't elektr stansiyasi, Xitoyning Hebei elektr stansiyasi, Xitoy-Yapon do'stlik doktorxonasi qatorli qurilishlarning hammini 80-yillarda Xitoy davlatiga haqsiz qurib yasab bergan. Undan boshqa bu 33 yil jarayonida yana nurg'unlagan turlarda Yaponiya davlati Xitoy davlatiga yordam qilgan. Yaponiyaning sobiq bosh vaziri Shinzo Abe suiqasdga uchrashi hozirgi dunyo vaziyatining jiddiychiligiga qandoq cho'ng ta'sir ko'rsatdi deganda, ya'ni dunyo vaziyatining halqiliq paytida Shinzo Abening qasdga uchrashi dunyo vaziyatining cho'ng o'zgarishiga sababchi bo'ldi. 1914-yili Avstriya-Vengriya davlatiga tava bo'lgan shahzodasi Ferdinand Shinzo Abega o'xshash tapancha bilan etib o'ldirilib, suiqasdga uchragandan keyin jiddiylashib turgan vaziyat urush o'tiga tutishib, 10 necha davlat urushga chetilgan bo'lib, Birinchi dunyo urushi portlashga sababchi bo'lib, ya'ni Birinchi dunyo urushi 4 yil davom qildi. 1909-yili Yaponiyaning bosh vaziri bo'lgan Ito Hirofumi Choshanliklarning suiqasdiga uchrab,
Bu orqali urush portlab, Yaponiya davlati Chaoshanni ishg'ol qilib oladi. Endi Shinzo Abe'ningki suiqasdiga uchrashi Tayvan bo'g'izida urush portlashiga sababchi bo'lib, 3-Dunyo urushi portlashga sababchi bo'lamdi degan savol paydo bo'ldi. Hammamizga ma'lum, bu yil beshidan boshlab ta hozirga qadar Ukraina-Rossiya urushi ta hozirga qadar davomlashyapti. Bu urush yana davom qiladigandek. Angliyaning bosh vazirining tuyuqsiz isti'fo berishi, Yaponiya sobiq bosh vazirining suiqasdiga uchrashi, Xitoy bilan Amerika davlati dunyoga xo'ja bo'lish o'rnini talashishi degandek masalalar dunyoning vaziyatini jiddiylashtiryapti. Shinzo Abe hayot vaqtida Yaponiyaning asosiy qonunini o'zgartirish uchun zo'r tirishchanliklarni ko'rsatgan. Endi Shinzo Abe bo'lmasimi, Shinzo Abe bilan o'xshash ideyadagi Yaponiya arboblari Yaponiyaning asosiy qonunini o'zgartirishda tirishchanlik ko'rsatishi muqarrar. Endi nima uchun Yaponiyaning asosiy qonunini o'zgartirishga to'g'ri kelib qoldi degan vaqtida Yaponiya davlati 2-Dunyo urushida mag'lub bo'lgandan keyin Yaponiya iqtisodiy jihatda zo'r chekinishga to'g'ri kelib, Yaponiya davlatida ochlik yetishmaydigan xatarlik vaziyatlar ko'rinishga boshlagan. Ya'ni 2-Dunyo urushi oyoqlashib, Yaponiyaning iqtisodiy taraqqiyoti 4dan 1ga tushib qolgan. Chaoshan urushi yuz bergandan keyin Amerika davlati Yaponiyani orqa bazasi o'rinda ishlatib, Chaoshan bilan urush ochgan. Mana shu mezgilda Amerika davlati Yaponiya orolining harbiy jihatda muhim strategiyasi deb his qilgandan keyin Yaponiya davlati Amerikaning zo'r yordamiga erishgan va Yaponiyaning iqtisodi nihoyat tez oldiga qarab mangan. Yaponiya davlati shundan keyin qaytadan bosh ko'tarib dast turgan. Lekin Yaponiyaning tashqi diplomat va bexatarlik masalasi kelganda Amerika davlatiga tayangan. Yaponiyaning harbiy strategiya o'rin masalasi tuvan o'ringa tushib qolgan. Yaponiyaning bundaq siyosatini Yapon xalqi Yoshida Shigeru ideyasi deb atab kelgan. Yaponiyaning yana bir bosh vaziri Yoshida Shigeru mushu ideyani yo'lga qo'yib, ya'ni Yaponiya davlati butun kuchini iqtisodiy taraqqiyotga yuzlanish, davlat mudofaasida Amerikaga tayinish siyosatini davom qilib kelgan. Yoshida Shigeruning bu ideyasi Shinzo Abe'ning davri kelganda o'zgarishga boshlagan. Shinzo Abe'ning strategiyalik ideyasi bo'lsa, ya'ni Shinzo Abe 2012-yildan 2020-yilga qadar Yaponiya davlatining bosh vaziri bo'lib turgan mezgilda Yaponiyaning cho'ng strategiyalik planini tuzib chiqqan. Ya'ni Yaponiyaning davlat manfaat mudofaa chegarasini sharqi janub cho'ng quruqligidan Hindo Tinch okean dengiz tavalligiga yo'tkashni boshlagan. Ya'ni Yaponiyaning an'anaviy strategiyasi bo'lgan sharqi janub quruqliq huquq manfaatini dengiz huquq manfaat strategiyasiga o'zgartirishni boshlagan. Mana shu strategiyani ilib berayotgan mezgilda Xitoyning prezidenti Shi Jinping taxtiga chiqib, sharqi janub dengiz okeanlarga xo'ja bo'lmoqchi bo'lgan. Yaponiya davlatining bundan keyingi raqibi bo'ladigan Rossiya Xitoy davlatiga taqobil turish uchun Yaponiyaning bundan keyingi strategiyasini sharqi janub dengiz okeanlarga qaratib, xalqaro davlatlar bilan ittifoqdosh qurib, Amerika davlati bilan bo'lgan harbiy ittifoqdoshlik munosabatini texnik kuchaytirib, harbiy mudofaa jihatda Amerikaga yo'lni bilish vaziyatini o'zgartib, Yaponiya armiyasini kuchaytirishni boshlagan. 2015-yili Yaponiya Amerika davlati harbiy mudofaa ko'rish jihatda ittifoqdoshlik kelishim tuzgan va Amerika davlatiga yaqindan moslashib, Sharqi Janub Osiyo rayonlarining bexatarligini qo'g'dashda Yaponiya davlatimi mas'ul bo'ladigan vazifasini ustiga olgan. Hamda harbiy jihatda Yaponiya davlati Amerikaga yo'linib olmasdan o'zining qudratli armiyasini qurib chiqishni boshlab etgan. Shinzo Abe'ning degan muhim gapi bo'lsa, agar Tayvan bir o'ngsizlik uchirsa, Yaponiyami bir o'ngsizlik uchraydi. Yaponiya bir o'ngsizlik uchirsa, Amerika davlatimi o'ngsizlik uchraydi degan so'zlarni ta'kidlagan. Rossiya bilan Ukrainaning o'rtasida urush portlagandan keyin Shinzo Abe Yaponiyaga nisbatan atom qurolining naqadar muhim ekanligini tonib yetib, hatto bundan keyin Yaponiya atom qurol ishlatish uchun o'zining ittifoqdosh davlatlarining atom qurollarini Yaponiya davlatiga yo'tkab kelib, Xitoy davlati Shimoliy Koreya va Rossiyaning atom qurol xirislariga taqobil turish planini tuzgan.
Shinzo Abe qasqa uchirgandan keyin Yaponiya Kengash palatasi yig'ini ochilib, yig'inda Shinzo Abening partiyasi bo'lgan Liberal Demokratiya partiyasi ko'p partiyalarning qo'llashiga ega bo'lib, 177 o'ringa ega bo'lgan. Yaponiyaning Fuqarolar partiyasi, Yaponiyaning asli keltirish partiyasi, Milliy Demokratiya partiyasi alayda qo'llagan. Yaponiyaning hozirgi bosh vaziri so'z qilib, biz tez oraliqda Yaponiyaning asosiy qonuniga o'zgartirish kirgizish uchun davlatlik referenda ilib boramiz. Ya'ni Yaponiya davlatining asosiy qonunini o'zgartirish uchun xalqning ovoz berish xizmatini boshlaymiz degan.